sho'rvasi bilan borib. Bugun Jizzax somsani chempioni deymiz. Jiz haqiqiy, mazali va eng zo'ri deyishdi. Bismillah. Somsa kelmasa hozir hammasini yeb qo'yaman buni. Sho'rvasi bilan borib. Foydot, bu ichi to'la go'sht buni. Go'sht pishgan. Xamir me'yorida. Maza qiladigan joylar. Omad choyxonasiga keldik va somsani yedik. Ishoninglar. Suvni ham maza qilamiz. To'rtta Jizzax somsa yedim. Siz nechta yeysiz? Kommentariy yozib qoldiring. Yana ikkita bo'lsa berib yuboring.